Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Allo, salomatmisiz Muslimaxon bilan to'g'ri bog'landikmi? Assalomu alaykum, rahmatulloh. Va alaykum assalom. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapman. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bugun siz uchun bizga chiroyli dil izhorlari, sevgi maktublar va uzrnomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ayni damda kimlar sizga dil izhorlari, uzrnomalar yo'llaganlarini? Taxminlaringiz bormi? Yo'q, taxminim yo'q. Kim uzrnoma so'rashni O'zingizga bir yaqin insoningiz sizni qachondir xafa qilib qo'ygan, sizdan uzr so'rash kerak bo'lgan insoningiz bormi? Yo'q, anaqa inson yo'q, ammo o'sha uzrnomani o'qiyotgan vaqtim kelgan. Biz taxminan chiqar bosgan. Xo'p bo'ladi. Unda boshlaymiz. Salom Muslima, jonim. Bugun senga ushbu dil izhorlarimni yo'llar ekanmi? Qalbimdan aybdorlik his qilyapti. Bilaman. Seni juda qattiq xafa qildim. Shu qilgan ishim uchun har kuni o'zimni ayblayman. Qayerga qaramay hayolimda faqat sen borsan. Bilasanmi, seni qanchalar sevishimni hatto tasavvur ham qila olmaysan. To'g'ri, senga nisbatan nohaqlik qildim. Ba'zan bergan va'dam ustida tura olmadim. Lekin ko'nglim senda. Muslima, seni chin yurakdan sevaman. Jon. To'g'ri, senga qizlarga boshqa yozmayman deb va'da bergandim. Afsuski, xato qilib qo'ydim. Buni oqlamoqchi emasman. Faqat seni chin qalbdan kechirim so'rayman. Meni kechir, iltimos. Bu xatoni boshqa hech qachon takrorlamayman. Bundan saboq oldim va o'zim ham o'zimga so'z berdim. Men seni yo'qotishdan qo'rqaman. Seni yo'qotishni istamayman. Agar imkon bersang, menga yana bir marta ishonsang, harakat qil. Vaqt kerak bo'lsa kutaman. Men seni shoshtirmayman. Faqat bilgin, seni sevishdan hech qachon to'xtamayman. Kel, avvalgidek bir-birimizni qadrlaydigan, bir-birimizga ishonadigan sevishganlar bo'laylik. Men bu safar ishonchingni oqlash uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Seni juda ham sog'indim. Go'zalim. Agar qalbingda menga nisbatan ozgina ham joy bo'lsa, iltimos meni kechir. Men seni juda ham sevaman. Chin yuragimdan sevaman. Tomirimda oqayotgan qonimsiz jonim. Yuragimni chertayotgan torimsiz jon. Hayotimda tanho o'zish borimsiz jonim. Sizni o'ylab tunlar bedor o'tkazaman-da. Siz olovsiz, yuragimni yondirgan olov. Siz mahkumsiz, yuragimga tikilgan yarog'. Siz borsizki, hayotimga sig'maydi birov. Sizni o'ylab tunlar bedor o'tkazaman-da. Siz malikam, menchi sizning asiringizman. Ishqingizda ko'zlarim ko'r, basiringizman. Ko'yingizda devonaman, faqiringizman. Sizni o'ylab tunlar bedor o'tkazaman-da. Sizni o'ylab tunlar bedor o'tkazaman-da. Muslima, men seni juda ham sevaman. Agar yana imkon bersang, men sen orzu qilgan hayotni, sen niyat qilgan baxtli kunlarni va'da qilaman. Seni juda ham qattiq sevaman va seni yo'qotib qo'yishdan juda ham qo'rqaman deya o'z dil izhorlarini yakunlaganlar. Taxminlaringiz bormi endi? Taxminim bor. Marhamat. Ism aytishni istadim. Bildim kimdanligini. Kim ekanligini ochiqla olasizmi, ayta olasizmi? Chunki bizga ham juda ham qiziq. Bu kishi Eldiyor Xo'ja bo'lsa kerak. Juda ham to'g'ri topdingiz. Aynan sizga Eldiyor Xo'ja tomonidan ushbu dil izhorlari, sevgi izhorlari, uzrnomalar yetib kelgan. Muslimaxon, siz nima deysiz? Ushbu dil izhorlaridan keyin sizning ko'nglingiz Eldiyor Xo'jaga nisbatan illatimi? Qilgan xatosini kechirishga o'zingizda kuch topa olasizmi? Juda ko'plarni yarashtirganman-da, uzrnoma aytib, nima qilaman. Lekin o'zimga bunaqa keladi deb o'ylamagandim. Mavlaga ham aytardim, kechirmagan paytlari Alloh kechirguvchilarni sevadi, Alloh ham kechirguvchi deganman. Men kechirganman u kishini. Men kechirmayman emas, kechirganman. Lekin albatta ishonaman-da, endi men kechirganman, hamkor bo'lishim mumkin, lekin bizda oramizda sevgi muhabbat haqida gap bo'lishi mumkin.
Mayli, sizda hali vaqt bor, yaxshilab o'ylab ko'rib o'z javobingizni aytasiz o'zlariga. Muslimaxon, go'zal singlim, nima bo'lgan taqdirda ham sevishganlar o'rtasida turli xil urush janjallar, xafagarchiliklar bo'lib turadi. To'g'ri, xato qilgan. Ammo ko'nglida siz borsizki, sizdan uzr so'rayaptilar. Sizni tanlaganlar ekan, sizni tanlaganlar uchun aynan sizga ushbu dilso'rlarni yo'llayaptilar. Hayotida siz borligingiz uchun. Yana ham yaxshilab o'ylab ko'rib, shu uzrnomalarni hisobga olishingizni istardim. Nima bo'lgan taqdirda ham Muslimaxon, sizga go'zal baxt tilayman. Inshaalloh Allohim izni bilan go'zal bir oilani sevikli bekasi bo'lib, shirindan shakar farzandlarni mehribon olasi bo'lib yurishingizni tilakdoshiman. Sizga ham rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamay, biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat kattakon. Qisqa muddat ichida qalbingizga quvonch, ko'zlaringizga quvonch ko'z yoshlari ulasha olgan bo'lsak, qalbingizga iliqlik ulasha olgan bo'lsak, biz bundan benihoyat mamnunmiz. Yana bir bor yaxshilab o'ylab ko'rasiz degan umiddaman. Sog' va salomat bo'ling. Hofiz. Kuningiz yaxshi bo'lsin, sog' bo'ling.